Vijdon azobi. Hikoya. Qishloqda onasi kasal bo'lib qolganini eshitgach, Dilruhning oromi yo'qoldi. Eriga voqeani aytib ketishga ruxsat so'radi. Bosit birpas o'ylanib qoldi. Nimalarni o'ylaganini nigohlaridan o'qib bo'lmasdi. Ammo Dilruhning toqati toq bo'ldi. Shunday bo'lsa-da erining javobini kutib jim o'tiraverdi. "Bo'pti, borib kelaver" deya kutilmaganda xotirjamlik bilan dedi Bosit. "Bolalarning yonida bo'lasan. Men bu yerda amallarman." "Rahmat, dadasi." Dilruh erining birgina gapidan quvonib ketdi. "Men uzoq qolib ketmayman. Ayam tuzalishi bilan qaytib kelaman." "Men senga tez kelgin deyayotganim yo'q-ku, xotirjam borib kelaver." Miyig'ida kulib qo'ydi Botir. "Mening ham ayam kasal bo'lib qolganda borardim. Tuzalguncha yonida bo'lardim. Bu bizning burchimiz axir." "Rahmat, dadasi. Meni tushunishingizni bilardim." Dilruhning ko'zlari namlangandek bo'ldi. U eridan ayni damda juda minnatdor edi. "Qachon ketmoqchisan?" so'radi Bosit xotinining ko'zlariga qaramay. "Bugun ruxsat bersangiz bugunoq ketsam degandim", dedi ayol botinmaygina. "Ayamni ko'rmaguncha ko'nglim xotirjam bo'lmaydi." "Bo'pti, boraver." Bosit uning ketishiga parvosizdek edi. "Mendan xavotir olmasang ham bo'ladi. Yosh bola emasman-ku. 1-2 kun enagasiz o'tirsam hech nima qilmaydi." Dilruh erining hazilidan kulgan bo'ldi-yu, darrov yotoqxonaga o'tib yo'l tadorigini ko'rishga tushdi. Bosit oshxonada televizor ko'rib o'tiraverdi. Dilruh 2ta sumkaga narsalarini joylab chiqqach, eri o'rnidan turdi. "Namuncha, necha kunga otlanding?" Liq to'la sumkalarga ishora qildi Bosit. "Ko'chib ketyapsanmi?" "Endi dadasi, necha kunga ketayotganimni o'zim ham bilmayman." Dilruh yalinchoq ovozda gapirardi. "Bolalarning narsalarini ham oldim-da. Xavotir olmang, ayam tuzalishlari bilan kelaman. Sizni yolg'iz tashlab qo'yish o'zimga ham yoqmaydi." Bosit xotinining mehribonligidan zarracha ta'sirlanmadi. Uning xayolida hozir boshqa o'ylar charx urayotgandi. "Bo'pti, yur, hech bo'lmasa qo'yliqqacha tashlab kelaman." Oyog'iga shippagini ildi Bosit. "Bozordan u bu narsa ham olish kerak. Quruq borma ota-onangnikiga. Kinoylaringning oldida noqulay har qalay." Dilruh eriga mamnun nigoh tashladi. Baribir qo'rs tuyulgani bilan odamga mehribon. Bundan ortiq bo'lmaydi. Yaxshiyam shunga tekkanman, ko'nglidan o'tkazdi ayol. Bolalariga ham g'amxo'r, juda yaxshi. "Tinchlikmi?" Xotinining tikilib qolganidan shubhalandi Bosit. "Namuncha, birinchi marta ko'rayotgandek." "Har doim odamni hayratga solasiz-da", kulib qo'ydi ayol. Hayratga solish deganda nimani nazarda tutganini Bosit tushunmasa-da o'zicha iljaygan bo'ldi. Bosit xotinini qo'yliqqa olib borib, qo'liga bir talay mayda-chuyda tutqazib, uyga qaytib kelgach yengil tortgandek bo'ldi. U hozir faqat bir narsa, erkin qolgani haqida o'ylardi. Dilruh hali beri kelmaydi. Uning yoniga borishim mumkin. O'ylardi erkak televizorning goh yorishib, goh xiralashayotgan ekraniga tikilgancha. Ammo u bunga imkon berarmikin? Yo'q, u juda qaysar. Nega hayot bunaqa? Shu yoshda ham sevib qoladimi odam? Bu yoshdagi sevgi kishini baxtli qilarmidi? Bosit o'zini bu yo'ldan qaytarishga urinmasin, baribir ko'ngliga qarshi chiqa olmadi. Ertasigayoq Malika ishlaydigan tashkilotga bordi. Ishi tugashini poylab ko'chada turaverdi. U xuddi birinchi marta uchrashuvga chiqqan yosh yigitchaday hayajonda edi. Qo'llari titrab, yuragi ko'ksini yorib chiquvday urayotganini his qilarkan, battar xijolat bo'lardi. Nihoyat ish vaqti tugab, binodan horg'in qiyofali odamlar birin-ketin chiqa boshlashdi. Bosit ular orasida yuragiga yaqin odamni nigohlari bilan axtararkan, yuragi tars yorilib ketgudek edi. Mana, u ham ko'rindi. Hech kimga e'tibor bermay, yon-veriga qaramay kelarkan, o'zidan 3-4 qadam narida intizor ko'zlar qadalib turganini ham sezmadi. "Malika, jur'atsizgina", chaqirdi Bosit. Ayol o'girildi. Erkakni ko'rib rangi o'zgarib ketdi. Joyida birpas qotib turgach, asta-asta yurib yoniga keldi. "Salom, Malika", xuddi boyagidek jur'atsizlik bilan salomlashdi erkak. "Yaxshi yuribsizmi? Bu yerga nega keldingiz?" Ayol lablari titrayotganini sezdirmaslik uchun yuzini o'girdi. "Siz bilan gaplashadigan gapimiz qolmagandi shekilli." "Menimcha hech nimani aniqlab olganimiz yo'q." Ayolning latofatidan ruhlangan Bosit ancha dadillashdi. "Hali gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Siz suhbatdan qochyapsiz-da." Malika unga qandaydir iddao bilan qarab qo'ydi. "Xo'p, maqsadingiz nima? Siz bilan ozgina gaplashsak nima qiladi axir?"
Bosit endi o'zini tutib olgan, dilidagi gaplarini aytishga fursat poylayotgandi xolos. Hech bo'lmasa metrogacha olib borib qo'yishimga ruxsat bering. Axir necha yillik tanishmiz, yoki menga ishonmaysizmi? Ayol bir muddat o'ylanib turdi-da, keyin eshitilar-eshitilmas mayli dedi. Bosit sevinib ketdi. Rahmat deya mashina eshigini ochdi. O'tiring, Zora, mashinam sizning nafasingizdan ilhomlanib, hech injiqlik qilmay yuradigan bo'lsa. Malika unga taajjub bilan qarab qo'ydi-yu, hech nima demay mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirdi. Bu Bositga ma'qul kelmadi albatta, ammo ayolning shunga rozilik berganining o'ziyoq uning uchun baxt edi. Juda ajoyibsiz-da, deya oynak orqali ayolga razm soldi Bosit mashinani motorini o't oldirayotib. Xuddi begonalardek orqaga o'tirib oldingiz. Oldinga o'tirishim kerakmidi? G'alati ohangda so'radi Malika. Albatta, buning hech yomon joyi yo'q. Erkak bir yo'lga, bir ayolga qarardi. Yo'lga qarang, yana biror falokatni boshlab yurmang, qo'ygan bo'ldi Malika. Yonimda o'tirsangiz orqaga o'girilib o'tirmasdim men ham, o'zini oqladi erkak. Chindan ham qaysarsiz. Go'yo meni umuman bilmaydigandek muomala qilyapsiz. Rostdan ham bilmasam-chi sizni? Sirli jilmaydi ayol. Uning nigohlarida anglab bo'lmaydigan ifoda bor edi. Bugun xuddi birinchi marta ko'rib turgandekman. Malika, erkakning ovozida ehtiros sezildi. Ular metroga yetib qolishgan. Iltimos, birpas shu yerdagi kafeda o'tiraylik. Sizga aytadigan gaplarim bor. Aytib olmasam bo'lmaydi. Malika indamadi. Sukut alomati rizo deyishadi. Bosit uning jimligini shunday tushundi. Mamnun bo'lib mashinani to'xtatarkan orqasiga o'girildi. Qayoqqa kiramiz? Men hali rozi bo'lganim yo'q-ku, kinoyali iljaydi ayol. Men Bositning peshonasi tirishdi. Nega bunchalik beshafqatsiz? Bo'pti, faqat bunday qaramang, iltimos. Malika jilmayib mashina eshigini ocharkan, o'zidan norozi bo'ldi. Bu munosabatlarning kelajagi yo'qligini bilaman-ku. Nega bunaqa qilyapman? Ertaga hammasi tamom bo'lishi aniq-ku. Nega o'zimni qiynayapman? Bosit esa hech nimani o'ylamas, ayolning yonida o'tirishi mumkinligidan, u bilan suhbatlashish, ko'zlariga termilib qarab o'tirish imkoni borligidan behad sevinayotgandi. Ular qahvaxonaga kirib, chetroqdagi stollardan birini egallashdi. Nima buyuray? Ayolning og'ziga nima desangiz barini muhayyo qilishga tayyorman degandek tikildi erkak. Hech nima kerakmas. Malika uning o'tkir nigohlariga duch kelmaslik uchun deraza tomonga o'girildi. Nima gapingiz bor edi? Namuncha o'pkalandi erkak. Shunchalik shoshyapsizmi? Kirmasimizdan qizim uyda poylab o'tiribdi, e'tiroz bildirdi Malika. Uning ko'zlariga g'am soya solgandek bo'ldi. Qoshlari chimirildi. Biz ayollarning majburiyatlarimiz erkaklarnikidan ko'proq. Malika, menga gap aytishga imkon bermaydiganga o'xshaysiz. Bosit ko'zini ayoldan uzmasdi. Nazarida ayol uni qiynashdan rohatlanayotgandek edi. Siz munosabatimni jiddiy deb o'ylamayapsiz. Shuning uchun ham shunday muomala qilyapsiz. Axir hali sizdan hech nima talab qilganim yo'q-ku. Malikaning ko'zlarida taajjub aralash iztirob sezildi. Meni nimada ayblayotganingizni tushuna olmayapman, Bosit aka, dedi u alam bilan. Munosabatingizni qanday qabul qilishimni istaysiz o'zi? Talab qilmayapman deysiz-u, aslida talab qilayotganingizni sezmay qolyapsiz. Kechirasiz-u, men buni istamayman. Malika, to'xtang, bir zum to'xtang. Bosit beixtiyor ayolning stol ustiga qo'yib turgan qo'lidan ushladi. Malika bir seskandi-yu, tortib olmadi. Xayolingizga nima kelganini bilmayman, ammo maqsadim sizdan bir nima talab qilish emas. Shunchaki sizni ko'rib tursam ham bas menga. Ora-sira gaplashib turish ham zavq bag'ishlaydi. Nahotki shuni ham qizg'ansangiz mendan. Malika titrab ketdi. Hozir u arosatda qolgandi. Bosit aka, gaplaringizga ishongim keladi. Sizni qiynash niyatim yo'q. Ammo o'rtamizda hech qanday munosabat bo'la olmasligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Bekorga bir-birimizni umidvor qilishimizning nima keragi bor? Nima qilasiz taqdirning izmiga qarshi chiqib? Malika, Bosit ayolning qo'lini ehtiros bilan o'pdi. Yo'q demang, sizni ko'rib tursam bas. Ayol qo'lini tortib erkakka ginali qaradi. Bosit aka, hozir ham chegaradan chiqishga urinyapsiz. Shu tarzda qanday qilib gaplasha olamiz? Hozir sizga gaplashib turishga rozilik bersam, keyin boshqa narsani talab qila boshlaysiz. Erkaklarning bu odati hammaga ma'lum. Uzr,
lekin manguga xayrlashganimiz ma'qul. Malika o'rnidan turdi. Bosit birpas ikkilanib o'tirgach, uning ortidan ko'chaga yugurib chiqdi. Malika! U ayolga yetib olib tirsagidan ushladi. Menga qarang, gapimni eshiting. Qo'yivoring, aytdim-ku, fikrimni o'zgartira olmayman. Ayolning ovozi titrab ketdi. Malika, men bunga rozi emasman. Hammasini o'zingiz hal qilmoqchi bo'lyapsiz. Bu menga ma'qul emas. U hozir ayolning yonida bo'lish uchun hamma narsaga tayyorligini sezardi. Nega rad qilyapsiz axir? Siz ham menga befarq emassiz, buni bilaman. Ko'zlaringiz aytib turibdi. Ayol unga yarq etib qaradi-yu, nigohlarini darrov yerga tikdi. Balki shundaydir, dedi birozdan so'ng. Ammo baribir o'rtamizda hech qanday munosabat bo'lishi mumkin emas. Yo'llarimiz boshqa ekanini tushunishingiz kerak. Mening bolam bor. Sizning oilangiz, sevimli rafiqangiz bor. O'tkinchi ehtiros qurboni bo'lishga toqatim yo'q. Siz men uchun o'tkinchi havas emassiz. Bosit o'girilib keta boshlagan ayolga ergashdi. Tuyg'ularim haqiqiy. Bizda ishlab yurgan paytingizdayoq yaxshi ko'rardim. Nega mendan qochib ketdingiz? Hayotingizga rahna solmasligimni bilmasmidingiz? Men rost aytdim. Sizdan hech nima talab qilmayman. O'zim ham sizga hech nimani va'da qila olmayman. Ammo beg'araz munosabatlar bo'lishi mumkin emasmi? Yuraklar bir-biriga talpinsa, nega qarshi chiqish kerak? Bas, ayol keskin gapirdi. Ko'zlarida ikkilanish emas, qat'iyat sezildi. Bas qiling, Bosit aka. Men uyga borishim kerak. Malika tez-tez yurib ketarkan, Bosit yana bitta imkonni boy berganini o'ylab, ich-ichidan zil ketdi. Axir bu ayolga yetishishni u qachondan beri orzu qiladi. Kechalari ba'zan uning xayoli bilan o'tkazib, ertalabgacha ko'z yumolmaydi. Men uni sevib qolganman, ko'nglidan o'tdi erkakning. Sevib qolganman, boshqacha bo'lishi mumkin emas. U ham meni sevadi. Lekin nega qarshilik qiladi? Men gunohga boshlayotganim yo'q-ku. Xotinimga xiyonat qilmoqchi emasman. Shunchaki uning yonida bo'lsam, suhbatlashsam, shuning o'zi kifoya. Boshqa narsa kerak emas menga. U bo'lsa tushunmaydi. 3 kun o'tdi. Dilruhdan darak yo'q edi. Faqat borgan kuni qo'ng'iroq qilib onasining ahvoli ancha jiddiyligini, to tuzalib ketmaguncha tashlab keta olmasligini aytib, eridan ushlanib qolayotgani uchun uzr so'radi. Mayli, ayam tuzalguncha o'sha yerda bo'laver. Bolalar ham yoningda. Ko'nglim tinch, dedi Bosit quvonib. Men bu yerda amallayman. Katta odamman-ku. Sensiz yashashni ham bilishim kerak. Faqat ko'nikib qolmang, hazil qilgan bo'ldi ayol. Men butunlay ketganim yo'q. Bositning ko'nglidan qaniydi butunlay ketganingda degan o'y o'tdi-yu, o'z fikridan o'zi xijolat bo'ldi. Mayli, mendan salom aytib, so'rab qo'ygin, shoshib gapirdi u. Balki keyingi haftaga o'zim ham o'tib qolarman. Yo'q, siz ovora bo'lmang, dadasi, dedi Dilruh yana bir karra erining mehribonligidan ta'sirlanib. Men o'zim qarab turibman. Bizdan xavotir olmang. Bosit xotini bilan gaplashib bo'lgach, o'zini dunyodagi eng rasvo odamdek his qildi. Zero uning ko'ngliga noxush o'ylar kelib, o'zidan uyalishga majbur qilgandi. Qaynonam tuzalmay tursa, qanchalar ablah mana, qoyida u o'zini. Xotinim u yoqda onasini deb ezilsa-yu, men bu yoqda o'zga ayol bilan yurishni ko'zlasam. Bosit o'zini qanchalik ayblamasin, vijdoni yo'ldan qaytarmasin, ko'ngilga buyruq berib bo'lmasligini, ehtiroslar aksar hollarda aqldan ustun chiqishini bilardi. Ayniqsa tuyg'ularingga qarshi chiqishni istamaganingda. Senga bu dunyoning jannatini ato etishga va'da qilayotgan yo'ldan qaytishing juda og'ir. Bosit Malikaning uyiga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni notanish ayol oldi. Kim kerak edi, dedi u salom bergandan so'ng. Malika uydami? Tutilib so'radi erkak. U qizi bilan onasinikiga ketgandi, dedi ayol qo'rslik bilan. Kim so'rayapti? Men ishxonasidanman, Bosit. Qachon kelishini ayta olmaysizmi? Hozir kelib qolsa kerak. Yarim soatlardan so'ng telefon qiling. Uzr, siz uning singlisimisiz? Yo'q, qo'shnisi. Ayol boshqa gapga o'rin qolmadi deb o'yladimi, go'shakni shartta joyiga ilib qo'ydi. Bositning jahli chiqdi. Nega jahli chiqayotganini o'zi ham bilmasdi. Sovutgichdan yarimlab qolgan alkogolli ichimlik shishasini, muzlatgichdan yaxna go'sht oldi-da, ikkovidan dardiga malham izlagan bo'ldi. U meni sevadi, stolga mushladi erkak. Men ham uni sevaman. Bizga hech nima xalal bera olmaydi. Uyiga borsamchi? Haydab yubormasa kerak? Ha, shunday qilaman. Bosit qat'iy qarorga kelib o'rnidan turdi.
Derazadan mo'ralab vaqt ancha kech bo'lib qolganini sezsa-da, orqaga qaytishni istamasdi. Yoki bugun, yoki hech qachon. Bosit Malika yashaydigan domga mashinada yarim soatda yetib bordi. O'z odatiga ko'ra signal chaldi. Ayolning derazasiga tikildi. Parda ortidan kimningdir soyasi ko'ringandek bo'ldi. "Sen o'z uyingga kelganing yo'q-ku", kuldi u telbaligidan zavqlanib. "Oldiga chiqaman baribir." Bosit mashinadan tushdi-yu ko'ksiga toza havo urilib, o'zini baxtiyor his qilayotganini sezdi. Negadir u bugun maqsadiga yetishga shubha qilmasdi. Lift ishlamayotgan ekan. 6-qavatga ko'tarilguncha bo'lari bo'ldi. Harsillab qoldi. Ha, tan olgan bo'ldi u. Endi yosh yigitcha emasligim aniq. Unda nega birinchi muhabbatini uchratib qolgan oshiqdek uning ortidan yugurib yuribman? Nega? Bosit javobni bilardi-yu, iqror bo'lishni istamasdi. Bosit tanish eshik oldiga yetgach ikkilanib turib qoldi. Hatto qaytib ketmoqchi bo'lib bir qavat pastga tushdi ham. Biroq ko'ngli yo'l qo'ymadi bunga. Yana tepaga ko'tarildi. Barmoqlari titrab qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Ichkaridan javob bo'lavermagach, yana bosdi. Nihoyat eshik ochilib, oshxonadan tushib turgan chiroq yog'dusida Malikaning nurli qiyofasi ko'rindi. Uning sochlari yelkasiga tushgan, oq xalat kiyib olgandi. "Siz?" dedi ajablangandek. "Shu paytda-ya, nima qilib yuribsiz?" Bosit dabdurustdan gap topolmay qoldi. "Uyda bir o'zim zerikib ketdim", dedi bema'ni gap aytayotganini sezib tursa ham. "Kim bilandir gaplashmasam bo'lmaydi." Malika kulib yubordi. Erkakning xijolatli turishi, bema'ni bahonasi juda kulgili edi ayni damda. "Tentaksiz. Zerikkaningizni 1 soat podyezdda turganingizdan bildim." Ayol unga ichkariga kirish uchun yo'l berdi. Qizi uyda bo'lishi mumkinligi erkakning xayoliga endi keldi. "Buvusinikiga qo'yib keldim bugun." Malika uning oyoq kiyimini bir chekkaga olib qo'yarkan, "Xavotirlanmang" degandek qarab qo'ydi. Ta'tilda o'sha yerda bo'lishni ma'qul ko'radi. Tengdoshlari bor. Bosit uning gaplarida o'zgacha ohang paydo bo'lganini, qarshilik kuchi susayib, tortishish kuchiga moyillik tug'ilganini darrov payqadi. Vujudida titroq turdi. Hissiyotlarini ortiq jilovlay olmasligini sezdi. "Malika", ehtiros bilan pichirladi erkak. "Meni jinni qilib yubordingiz." Ayolning ovozi titrab chiqdi. Ikki vujud qorong'i yo'lakda ehtiroslar olovida eriy boshladi. Bosit bir necha kun uyiga bora olmadi. Ertalab Malikanikidan ishga boradi. Kechqurun yana unikiga oshiqadi. Visol uning aqlini olib, ko'zini ko'r qilib qo'ygandek edi. Xotini kelib qolishi mumkinligini ham esidan chiqqandi. Uning yonida bo'lishdan ortiq baxt yo'qdek edi. Ishxonasiga xotini qo'ng'iroq qilib qolmaganda edi, balki uyga borishni umuman xayoliga keltirmasdi. "Ertaga uyga yetib boraman", dedi xotini. Dilruhning qo'ng'irog'i hushini o'ziga keltirgandek bo'ldi. Kechki payt Malikaning oldiga o'tdi. U yerda 2 soatcha ushlanib qoldi. So'ng vaziyatni tushuntirib uyiga ketdi. Ayol uni ko'zida yosh bilan kuzatib qoldi. U erkakning qaytib kelishiga ishonmasdi. Bosit qulfga kalit solib ochishga urindi-yu ochilmadi. Kimdir bormi? Hayron bo'ldi u. Kutilmaganda shaxt bilan ochilgan eshik Bositning peshonasiga tegib ketdi. Dilruhni ko'rib qotib qoldi. Qachon kelding?" deya oldi zo'rg'a. "Ichkariga kiring." U yo'lakka o'tgan eriga jirkanib qaradi-da eshikni yopdi. "Qachon kelding?" Hamon nima deyarini bilmasdi erkak. 3 kun oldin kelganman. Hammasini tushundim. O'zingizni oqlashning keragi yo'q. Dilruh qat'iy ohangda gapirardi. "Kimga o'ralashib qolganingizni yaxshi bilaman. Haliyam uni unutmaganmisiz?" Bositning indamay turishi uning g'azabini qo'zdardi-yu, portlashni istamasdi. "To'g'ri, u mendan chiroyliroq, oliftaroq bo'lishi mumkin. Har qalay, o'qimishli ayol. Ammo shuni bilingki, men sizni ushlab turganim yo'q." Shu gapni aytarkan ayolning ovozi beixtiyor qaltirab chiqdi. "Xohlasangiz o'shaning yoniga ketishingiz mumkin. Qarshilik qilmayman. Lekin 3 bolangiz yetilib borayotganini esingizdan chiqarmang. U yog'i vijdoningizga havola." Dilruh boshqa hech nima demadi. Oshxonaga kirib ketdi-da, o'sha yoqdan so'radi. "Ovqatlanasizmi?" "Yo'q", arang javob qildi Bosit. Uning ovozi bo'g'ilib qolgandi. Dilruh o'sha kuni bolalarning xonasida uxladi. Eriga hech nima demadi.
Bosit televizorni yoqib qo'ygan bo'lsa-da, hech nimani ko'rmadi, eshitmadi ham. Tun bo'yi xotinining gaplarini o'ylab chiqdi. U yog'i vijdoningizga havola. Bundan ko'ra janjal qilgani, ajrashaman deb dod solgani yaxshi edi. U ham o'zini bir qadar yengil his qilardi. U hatto boshqalardek tushuntirish ham talab qilmadi. Hammasini ochiq-oydin aytdi qo'ydi. Bosit ko'zlaridan duvillab yosh oqayotganini yostiq ho'l bo'lib ketgachgina bildi. Xotini qarshisida gunohi qanchalik ulug'ligini shunday chuqur angladiki, endi ko'zlariga qarashga ancha paytgacha botinolmasligini o'ylab ezildi. Gunoh qilganini angladi. Axir u zino qildi. Hech narsa talab qilmayman dedi-yu, baribir ehtiroslar ummoniga sho'ng'idi. Tong otdi. Bosit o'rnidan gunohlari yuki bilan juda og'ir bo'lib turdi. Dilruhning oshxonaga o'tib ketganini bilib, yuzini yuvib o'sha yoqqa kirdi. Xotini choy damlayotgan ekan. "O'tiring", dedi u eriga qaramay. "Choy ichamiz. Meni kechir." Bosit kechirim so'rashga-da haqsizligini bilardi. Ammo uzr so'ramaslik uchun o'ta tuban bo'lish kerak edi. "Men xato qildim. O'tiring." Dilruh ko'zidagi yoshni sidirib tashlab, eriga choy quyib uzatdi. "Shu yakshanba qishloqqa borib kelish kerak. Bolalarni sog'ingandirsiz." Bosit xotinining qo'lidan piyolani olarkan, kechasi bilan uni iztirobga solgan og'ir bir hisdan xalos bo'lganini his qildi. Xotini shu qadar oliyjanob edi. Ammo u faqat xotinining emas, balki malikaning oldida ham aybli edi. Gunohkor edi. Axir unga ham umid berdi. Uni ham gunohga botirdi.